Xayrli kun do'stlar, bizni yaratuvchilar ham bizni yaratmovchilar. Bugun men sizning bilan birga Nafisa Xayrulina Tatar davlat akademiya teatrining sahna ortida sayohat qilashyapman. Bugungi chiqarilishimiz butunlay bilan deyarli yangi premyeraga bag'ishlanadi. 26 dekabr kuchli o'yin. Butun teatr bizani buyuk to'lqinlanib kutib qoladi. Hatto men de. Chunki men unda o'ynayman. İsermisiz? Teatrimizda ertadan olib kechga qadar kuchli o'yin spektaklina repetitsiyalar bora. Boshqacha mumkin-da tugul. Chunki premyeraga sanoqli kunlar qoldi. Kuchli o'yin Tatar sahnasida birinchi martaba fantasy janrida shishilgan spektakl. Asardagi fantastik voqealarning giroylari Shamil, Rustam, Layla bugungi kun yosh o'smirlarni xatirladi. Ularning o'z stillari, o'z o'zinchiliklari tek bola-chaq bilan xo'shlashirga vaqt yetdi. Hammalar qachondir o'zlari o'ylab chiqargan o'yinga kelib ilagalar. Ammo bu o'yindan o'ynab bitirmisha ularga yo'l yopiq. Bu o'yinda ularga kimlargina ishramay, o'birlilar, o'rmakushlar, sho'ralik, qishtuk, hatto suv qizlarida. Algi spektakl bolalarga gina tugul, ulkanlar ishida bek qiziqli bo'lacak. Teatr xizmatkorlari ham artistlar orasida bu premyeraning boshqa premyeralardan ne bilan ayrilib turuvi turida surashtiruv o'tkazdik. Ketdik. Radik, mana bu premyera boshqa premyeralardan ne bilan ayrilib turadi? Bunday spektakllar bo'lgani yo'q edi. Ayrilib tura. Kuchli o'yin degachda, уже ismida o'zinchalikli menimcha. Hozirgi yoshlar kebek. Men o'zim mana shaxsan hozirgi yoshlarcha bo'lmasam-da, ana ul men tirashaman o'zimcha. Hozirgi yoshlarcha qilandirga o'zimcha o'ynarga tirashaman de. Әлеге премьера kuchli o'yin spektakli. Bilasizmi, mening ishim ekstrem yog'i bilan ayrilib tura. Mana darsingni aytganda sahnada to'la ekstrem. И отпускаем. Нет, в принципе, вот для меня необычно. Вот этим граффити, вот тем, что мы вот этими баллончиками, как так обычно, кистью работаем. Bu premyera menga har bir narsadan da ayrilib tura. Hatto mana shu qo'llarimga perchatka. Shoqqota mana kiyib o'ynavim bilan ayrila, ham meni shoqqotira. Ham sizga bilasiz kelsa, unda mana shulay chechaklar yova. Ham ol chechaklarda shoqqotira. Ham unda Nafisa chiqa. O shunda yemsiz zo'r ko'zliklar kiyib chiqa, men anga da shoqqotam. Men umuman shoqqotib o'tira. Spektakl qiziqli byudjeti bilan ayrilib turadi. Nishik dilar әле 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрүең әйбәтрәк диләр. Шуңа күрә без сезне, кадерле дусларыбыз, 26 декабрьдән 29 декабрьгә кадәр Камал театрында көчле уен спектаклендә көтеп калабыз. Көчле уен спектакленнән соң нәни дусларыбызны чыршы янында кар кызы һәм кыш бабай көтеп кала. Әлегә менә шул. Пока-пока. Привет. Ишис. Алмаз. Кадерле нәни дусларыбыз өчен спектакльдән соң кыш бабай һәм кыр казып. Тагын шуны әйтәсем килә. Көчле уен спектакленнән соң нәни дусларыбызны чыршы янында кыш бабай һәм кыр казы көтеп. Тагын шуны әйтәсем килә. Көчле уен спектакленнән соң нәни дусларыбызны кыр казы үләм. Fire. Yes, by fire. Hayye, biz qora kishlarni yovuz etib buldurganmiz, bu bizning g'ayib. Kish to'kining qo'rqoqligi, podsholarning mag'nasizligi borsa bizning g'ayib, chunki ularni biz o'ylab chiqardik, Shamil, angladingmi?
Ки,